tarozi burji ostida tug'ilgan ayollar. Bu haqiqiy shirin zahar. Tashqaridan qaraganda juda muloyim, madaniyatli va nozik ko'ringani bilan ularning ichida o'ziga xos charxpalak bor. Bu tarozi burji ayollarimiz haqida qaltis va qiziqarli haqiqatlarga tayyor turing eshitishga. Tarozi ayoliga ovqat yeymiz deb savol bermang. Bo'lmasam restoranning menyusini o'qib chiqquncha qorningiz ochidan shishib ketishi mumkin. Ular nafaqat ovqat, balki kiyim, yigit yoki oddiy sovun tanlashda ham u yoqmi, bu yoqmi deb ikkilanaverib hammani charchatib yuboradi. Ular janjalni yomon ko'radi, lekin bu degani ular jim turadi degani emas. Tarozi ayoli sizni shunday chiroyli gaplar bilan madaniyat doirasidan chiqmagan holda aybdor qilib qo'yadiki, o'zingiz bilmay qolasiz. Ular urushmaydi, shunchaki mantiq bilan sizni nokaut qiladi. Tarozi ayoli uchun ko'rinish, ular uchun hamma narsa bu. Agar u do'konga kirsa-yu, ko'zi bitta chiroyli ko'ylakka tushsa, cho'ntagidagi oxirgi pulni ham berib yuborishi mumkin. Ularning uyida hamma narsa estetik bo'lishi kerak. Xunuk narsalarga toqati yo'q. Hatto xunuk idishda choy ichishni ham yoqtirmaydi. Ularning eng nozik nuqtasi atrofidagilarning fikri. Hammaga yoqishni istashadi. Agar birov unga qarab sal qoshini chimirsa, tarozi ayoli men nima xato qildim ekan deb tuni bilan o'ylab chiqishi ham mumkin. Tarozi ayollari ishlashni biladi, lekin dam olishni undan ham zo'r biladi. Agar ularga qo'yib bersangiz, yumshoq divanda, chiroyli kiyimda, qo'lida kofe bilan dunyodagi muammolarni muhokama qilib o'tirishni hamma narsadan ustun qo'yadi. Jismoniy og'ir mehnat ular uchun emas. Tarozi ayolni aldash juda ham qiyin, chunki u sizning yuzingizga qarab turib, ichingizdagi gapni skaner qilib oladi. Agar sizga jilmayib turgan bo'lsa, bu hali hamma narsa joyida degani emas. U shunchaki sizni qaysi toshga qo'yishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin.